Assalomu alaykum, men Mustafaddin Hayitboyev. YouTube'dagi ikkinchi videomizni davom ettiramiz. Nimaga bu o'zi rubrikani boshlaganimizni birinchi videodan ko'rib olsangiz bo'ladi. Hop, savolga o'tamiz. Birinchi mashinani qanday tanlashlik kerak? Hop, shuni bilinglar. Mashina bu prosta vosita. Mashina tanlab turganda degan gaplarda gapirganimiz bilan baribir hech kim amal qilmaydi. Chunki men ham birinchi mashinamni olganman, siz ham birinchi mashinangizni olmagan bo'lsangiz, oladigan bo'lsangiz, hech qanaqangi maslahat eshitmaysiz. Chunki birinchi mashina odatda ego bilan olinadigan narsa. Ko'proq o'g'il bolada bo'ladi, u katta bo'lgunicha, deylik 18, 20, 25 qachon nasib qilsa ham mashina ungacha o'zi yig'ib qo'ygan narsasi bor. Ko'rib qo'ygani, orzu qilib qo'ygani, uyiga rasmini olib ilib qo'ygan narsasi bo'ladi. Shu sababdan unda menimcha men maslahatdan qilgandan ko'ra bitta xato qilgani yaxshi. Shuning uchun gap bor-ku, endi men o'zimning gapim. Birinchi mashinani xato qilsang bo'ladi, lekin birinchi xato qilmagin degan. Men boshida birinchi ishim mashina savdosi bilan boshlaganligim uchun menda deylik har 2 haftada mashina almashib turardi. Shu sababdan deylik ham mashinani minib chiqqanman, lekin Dubayda qimmatroq mashina olganimda men ham xato qilganman. Ya'ni mashinani olingan, eski mashina olasiz, chunki yangisiga pul yetmaydi. Va shuni bilib qo'yinglar, ming zo'r eski mashinadan oddiy yangi mashina yaxshi. Shuni bilib qo'yinglar. Qimmat mashina olmoqchi bo'lsalaring, birini voraslarni berib solasizlarmi, maksimum 2 yil, 3 yil. 2 yildan keyin o'zim qachon chiqaradi. Shu sababdan ham 3 yil garantiya bor. Zo'r. Bir yoqda ketaveryapti, просто Svet o'chib qoldi. svet o'chib yondi. 6 hours later. Bo'ldi, bismillah. Svet qaytib keldi, kutubxonalaringmi? 6 soatcha yo'q bo'ldi, mana bir sabablarga ko'ra. Xo'p, davom etaveramiz, chunki boshidan olganimiz kelmadi. Boshidan olganda yana boshqatdan savollarga boshqatdan javob berishim kerak bo'lardi. Shuning uchun bu videoni davom etaveramiz. Xo'p, adashmasam birinchi savolda qolgan edik. O'sha birinchi mashinani qanday tanlash kerak? Men javob berib bo'ldim, lekin to'g'risi qayerda qolganimni eslolmayman. Tushundilaring, men gapirgani bilan, qisqacha javob berganim, men gapirgani bilan hamma o'zi bilganini qiladi. Shu sababdan menimcha bu savolga javob yo'q. Baribir o'zingiz bilganingizni qilasiz. Biz ham xuddi shunaqa qilganmiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bankda pul ushlab turish ham investitsiyami? Yo'q, bankda pul ushlab turish investitsiya emas, bu prosta pulni band qilib turishlik. Agar bankka investitsiya deb o'ylaydigan bo'lsangiz, juda ham xafa bo'lasiz. Ma'mur bankka pul qo'yish investitsiyami? Yo'q. Mana blockchain sohasi bo'yicha mutaxassis yo'q, unaqangi emas. Men o'zi bankka pul qo'ymayman, o'shaning uchun bilmayman. Balkim qo'yadigan pulim yo'qdir hozircha, o'shaning aniq bilmayman. Hop, biznes yo'nalishim o'lyaptimi yoki vaqtinchalik pasayishdami? Shuni qanday farqlasa bo'ladi? Hop, biznes yo'nalishim o'lyaptimi yoki vaqtinchalik pasayishdami? Qanday bilsa bo'ladi? Menimcha ozgina kutib tursangiz o'z bilib olasiz. Pasayishdami yoki biznes o'lyaptimi? Ajib. Biznesda yo'nalishim o'lyaptimi degan savoldan oldin o'zi aniqlab olishimiz kerak. Sizni biznesingiz o'lyaptimi yoki rostdan katta umuman bu soha yo'q bo'lib ketyaptimi? Mana shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi, chunki biznesda tushishlik bo'ladi doim. Xuddi sizdan xohlagan bir chartni ochgan bo'lsangiz, chartlarda shunaqa yuradi-ku, narxlar. Xuddi shunday biznesda ham o'sadi, keyin sal tushib qoladi. O'sadi, sal tushib qoladi. Faqatgina oldingi tushish bilan hozirgi tushishda farqi bo'lishlik kerak. Bir xil bo'lib qolmaslik kerak bo'ladi. Shunda ishlash kerak bo'ladi. Bunda ham bizda ham ko'p bo'lgan. Biz odatda ko'proq finans bilan olib kelib va qanday qilib shuni yo'lga chiqaramiz, shu strategiyamiz bo'lishlik kerak. Lekin ba'zilarda strategiya umid deb qo'yamiz. Umid strategiyasi bo'ladi. U anaqangi bo'lgan bo'lsa muammo. Endi yo'nalishga keladigan bo'lsak, baribir o'zingizni biznesingizni bilib olishingiz kerak. Siz qanaqangi biznesdasiz. O'zi umuman biznes sohangizni yo'nalishingizni bilib olishingiz kerak. Ko'pchilik bilmaydi. Biz tadbirkorman deydi. Yo'nalishingiz nima deysiz? O'zi servis biznesda bo'lsa ham tushunmaydi. Ular o'ylaydiki, men distributorlik biznesdaman deb o'ylaydi. Vaholanki u xizmat yo'nalishi bo'ladi. Yo'nalishingizni bilib olishingiz kerak bo'ladi va o'sha yo'nalish sizda mikroda bor. 4 xil perfect competition degani bor, keyin monopolistic competition degan bor. Qaysi birida? Perfect competitionda bu bozoringizga rostdan xohlagan odam kirib kela oladi va xohlagan narxda xohlagan ishini qila oladi. Va keyin nima bor? Odamlarda talabi. Chunki odamlarda bilsiz pul ko'paygan sari ular talabi, ularning xohishi o'zgarib boradi. Mana shu narsalarda bilib olishingiz kerak bo'ladi. Bizda ham restoranimiz bo'lardi, Hamatul Mandi. U restoranimiz shunaqangi insonlarga mo'ljallangandiki, Dubayda. Masalan, oila qurgan, oyligi o'rtacha 3000-4000 dollar oila oladigan insonlarga mo'ljallangan edi. Chunki juda ham xarob emas, lekin juda ham luxury emas, qimmat ham emas.
va Covid vaqtida ko'pchilik ishini yo'qotgan, именно o'sha paytda bizni klientlar ketib qolgan. Nima deydi, ko'pchilik oilasini yuborgan, pul saqlashga o'tgan. Covidda bilasizlar, boylar boy bo'ldi, qolganlar hammasi pulini yo'qotdi ko'pchilik. Afsuski, shu paytda bizni klientlarimiz ham ketib qolgan. Va shu bilan Coviddan keyin nima deydi, restoran odam bo'lmadi. Yana 1 yilchami zo'rg'a pul berib ushlab turdik. Shunda ham masalan ko'rgan bo'lsangiz, yo'nalish o'lmagan, restoran biznesi zo'r edi, lekin именно bizni klientlar ketib qolgan edi. Mana shu joylarda bilishlik kerak. Biz endi Covidni yo'qotsak bo'lardi, lekin bu shu biz nima ishlatganimiz umid, strategiya umid ekanini ishlatganmiz. Shu sababdan 1 yil qiynalib, yana ham ko'proq pul to'lab, zarar qilib keyin yopganmiz. Shu sababdan bilishingiz kerak. Bozor tekshirsangiz, ozgina gaplashadigan bo'lsangiz va o'z sohasidagi insonlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, bilib olasiz. Xo'p, oxirgi savol shu ekanki, 9 dan 6 gacha ishlash, ya'ni xodim bo'lib ishlash skammi degan savol bo'lgan ekan. Bu gapda aytadigan menimcha 2 xil toifa bo'ladi. Birinchisi hali ishlamagan, ikkinchisi ishlab, lekin hech nima bo'lmagan, chiqib olib o'sha motivator bo'lib turgan insonlar bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bunaqa gaplarga aldanib qolmanglar. Bu juda ko'p bo'ldi. Kechaginda ham bir yosh bola kelib turib, nima qilsam bo'ladi? Ish kirmoqchi edim, aytishyapti, ish kirmagin, o'zingni komfort zonga bo'lib qolasan, undan ko'ra biznes boshlagin deyapti. U opti yo'q, ishtamasi yo'q. Hamma biznes boshlaganlar ko'rgan bo'lsangiz, ko'pini ishdan boshlagan, oddiy bitta joyda ishlab boshlagan. Biz ham, hammamiz ham. Chunki risk qayerdan kelib turganini bilmaysiz. 9 dan 6 gacha skam degan insonlarni ko'rgan bo'lsangiz, gapiradi, lekin nima edi, Ronaldoning gaplarini yoki boshqalarning gaplarini ko'taraveradi. Ronaldolar xuddi shunaqa, Ronaldo, Messi misol olgan bo'lsa, ular ham oddiy ishchi, oylik oladi, oylik ishlaydi. Masalan, mana Benzemaga bu yil umuman bir tengsiz kontrakt berishibdi. Oyligi 0 ekan, shuning uchun ishdan ketdi. Xuddi shunday narsa. Shu sababdan unaqa gaplarga aldanmanglar. Hayotda bunaqangi bo'lmaydi. Biz ham necha marta aytganmiz, Dubayga borganimizda 10 yil oddiy oylikcha bo'lib ishlaganmiz yoki mana hozir Apple'da katta CEOsi Tim Cook ham xuddi shunaqa oylik ishlaydi. Unda ham xuddi shunaqangi raspисание, unda ham xuddi shunaqangi kun tartibi. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Men hammaga aytganman, pulingiz bormi, birinchi bitta ishga kirib, katta firmami, kichik firmami farqi yo'q, kirib shu yerda ish o'rganib, o'shandan boshlashlik kerak. Keyin o'zi biznes o'zi keladi. Keyin hamma biznesmen bo'lishlik kerak degan narsa yo'q. Rizqimizni tepib yuribmiz. Mana shuni o'zi yetadi. Bugunga shu sal kamroq bo'lib qolgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Qolganlarini keyingi qolgan savollarga keyin javob beramiz va agar sizlarda ham savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qo'ysalaring, keyingi ko'rsatuvlarda javoblar berib o'tamiz. Shu, hammaga sog' bo'linglar, rahmat. Komment, like, nima edi keyin obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.